Assalomu alaykum yana bir bor hammaga. Hop, yana bir bor degan sababi bugungi kunda ikkinchi videom bo'lyapti. Men shunchaki sizlar bilan nima deydi? Arzimagan balans bo'lsa ham. Hop. Pozitsiya ochib, shuni ko'rmoqchiman. Lekin sizlarga mani ochgan pozitsiyalarni qaytarishingizni tavsiya qilmayman. Chunki men ham bilmayman ko'tariladimi, tushadimi. Shunchaki taxminan ochaman xolos. Xo'p. Biz futuresda ishlaymiz. Ko'rib chiqamiz, mana bizda balans, juda katta balansimiz bor. Mana ko'rib turibsizlar, $10 balansimiz bor. Xo'p. Birinchi navbatda qiladigan ishimiz, sizlarga aytib qo'yaman, mana bu плечо 10 degani bu yaxshi emas degani. Плечо maksimum 3 bo'lish kerak. Maksimum 3. Uchdan baland qo'yadigan bo'lsangiz, bu o'zingizning nafsingizga bog'liq. Mening nafsim balodir, bir kun jonim olodir deydi-ku. Ana shunaqa bo'ladi, aytib qo'ying. Plechoni hech qachon 3dan baland qo'ymang. Xo'p, ko'rib chiqamiz. Futuresda menpay mana tushgan. Xo'sh, 15 minutlikda. Mana 15 minutlikda. 15 minutlikda ko'ryapmiz. Mana tushganni qarang, qanday tushgan. Ko'pincha holatlarda, deyarli 90% holatlarda ana shunday tushgandan keyin, juda katta tushishdan keyin qaytib chiqish bo'ladi. Qaytib chiqish bo'ladi. Bu degani kamida mana shu yerlargacha keladi. Kamida 70, 80, 90% gacha qaytib chiqish bo'ladi. Bu men foyda paka bo'lgani yo'q. Mana ko'rib turibmiz, tushgan, shu bilan qaytib tushib ketyapti. Demak, hamma shortlarga hozir plus bo'lib turibdi. Nima? Hamma ko'pchilik qisqasi shortga uryapti. Shuning uchun bu yerda nima bo'ladi? To'g'ri, avval boshida bu tushgandan keyin ko'pchilik qaytib chiqadi deb longga uradi, long bosadi, shuni evaziga bu mana tushyapti. Yana long bosishyapti, shuni evaziga bu yana tushyapti. Qachondir longlar yengiladi, longga tikadiganlar pul qolmaydi yoki kamayib ketadi va bu hamma ishonadiki, bo'ldi, bu tushib ketadi deb o'ylaydi-da. Bu oradan ko'p vaqt o'tmaydi. Qani hozir necha soatda bo'lib tegan bu narsa? Xo'p. Soat 4 bo'lgan bo'lsa, ancha bo'libdi, 16 soat. Shu. Tepaga chiqish vaqti kelibdi buni, biroz soatlarda. Hech bo'lmasa mashina tikiladicha tushib ketadigan bo'lgan taqdirda ham 30%, 40% qaytib chiqadi mana tushgan joydan. Agar qanaqadir preydda bir mashinistlar aniqlangan bo'lmasa, agar chiqadi. Agar qanaqadir preydda mashinistlar aniqlangan bo'lsa yoki insiderski deydi. O'sha tokenning egalari katta nimalarni sotayotgan bo'lsa, qo'lidagi mablag'ini, unda qaytib chiqmaydi. U aniq. Men aytgan joyga yo'lay kelmaydi. Agar tokenning egalari sotmayotgan bo'lsa, bu yerda qanaqadir klubni ushlab turgan boshqa dejatlar sotayotgan bo'lsa, demak 90% holatlarda bu qaytib chiqadi. Bu degani mana shunaqa katta tushishdan keyin, yangi yillarni tekshirish kerak. Agar yangi yillarda mana shunaqa hop, mana shu nima deydi? Token haqida qanaqadir negativ narsalar paydo bo'lgan bo'lmasa, hozir aytganimdek insiderski, ya'ni tokenning egalari
mashina sotib katta pullarni valyutalarni sotib chiqib ketgan bo'lmasa yoki qanaqadir yomon mashinskiy narsalar, qisqasi negativ fikrlar bildirilgan bo'lmasa, yangiliklar bo'lmasa, unga shortga tikib o'tirish kerak emas. Endi savol tug'ilishi mumkin. Longa tiksakchi degan. Sotib olsakchi, hozir aytyapsiz, 90% holatda ko'tariladi deyapsiz degan savol tug'ilishi mumkin. Ha, 90% holatda deyapman. 100% holatda emas. 90% holatda ko'tariladi. Hozirgi aytganimdek negativ narsalar, yangiliklar chiqqan bo'lmasa. Endi hozir to'g'risi buni yangiliklarni tekshirib o'tirmaymiz. Yangiliklarni qayerdan tekshirishni hammalaringiz bilasizlar menimcha. Bu YouTube'dan tekshiriladi. Uzr. YouTube emas, nima? Google'dan tekshiriladi. Google Chrome yoki Yandexdan tekshirasizlar. Brauzerdan qisqasi. Qisqasi men bunga risk qilmoqchi emasman. Demak, boshqasini ko'ramiz. Qaysini ko'rsak ekan? Buni ochsak, spesifik kelib chiqadi. Yangilarni ko'raylikchi. Ko'pincha yangilar boshda bir ko'tariladi, shu bilan qaytib tushib ketadi. Xo'p, Gorkni ko'ramiz. Yaqinda Gork ancha ko'tarildida. Lekin bu Gorkni tushishi gumon, sababi buni Elon Musk hype qilyapti. Mana xatolar ko'rganlaringizdek. Mana nechiga chiqqan mana. 9 sent, qisqasi 0.96 ga chiqqan mana. Qaytib mana nechiga tushgan mana. 2 sentgacha tushgan. Va mana aytganimdek katta qizil tushish bo'lgandan keyin mana ikkita katta qizil tushish bo'lgan. Ana endi ikkinchi mana chiqish bo'lyapti. Ko'k. Shuning uchun bunga ham ishonch yo'q. Chunki to'g'ri bu tushib ketadi. Qachondir. Lekin biz hozir maqsadimiz short ochmoqchi emas, to'g'risi. Endi bu nima deydi? Avval long bo'lib, mana yoqacha chiqib, bizni shortimizni yeb, likvidatsiya qilib, keyin qaytib tushishi ham mumkin. Shuning uchun unga ham ochmaymiz. Kelingchi 1 soatlik ko'raylik qani. 1 soatlikka nima deyapti unga? 1 soatlikda tushib kelyapti. Xo'p, 1 soatlikda hozir agar 24 dan pastga tushib ketsa, deyarli mana shu yerdan 24 emas. 29 ekan. 28 dan past 26. 29-26 orasiga tushsa, demak, pastga tushib ketishi mumkin 90% holatda. Agar hozir bu mana bu yerdan qaytadigan bo'lsa agar, ya'ni 33 ga kelmay, 30 dan o'tmay tezda qaytib ketadigan bo'lsa, bu yana ko'tariladi. Hozir tushadi, ozroq tushadi. Hozir hech bo'lmasa mana shu 35 gacha keladi bu. Lekin buni hali yo'nalishi aniq emas. Shuning uchun bunda ham savdo qilmaymiz. Xo'p, House ko'ramiz. Keling, yaqinda House ham ancha ko'tarilgan edi. House'ni ko'ramiz. Hali ham ko'tarilyaptimi? 7 sentdan mana 3 sentgacha tushib ketdi, 9 gacha. Undan keyin mana shu men aytgan voqea bo'lgan mana. Mana bu yerdan bu yoqqa tushib kelyapti. Va keyin mana shu tushgan uzun chiziqni mana shu deyarli 60-70% gacha qaytib yana chiqib kelgan. Va yana qaytib pastga tushgan. Endi qarang bu yerda nima bo'lyapti. Mana bu birinchi tushish oyoq mana. Birinchi tushish oyoq. Endi agar mana bu oyoq oyoqdan birinchi oyoqdan pastda bo'lganda edi, mana bu kalla, mana bu tepalik. Mana bu tepalikdan o'tmas edi. Tushunarli? Xo'p, lekin afsuski bu oyoqdan baland bo'lib qolyapti. Shuni evaziga
90% holatlarda bu oyoq baland bo'lgandan keyin demak bu tomon tepaga qarab ketadi degani. Mana bundan birinchi tepalikdan ko'ra balandga chiqadi degani. Ana endi bo'ldi. Qarang, katta chiziq tashlabdi mana. Ko'ryapsiz? Endi bu pastga ketadi. Pastga tushadi. Mana shu o'rtadan hozir aytganimdek kriptovalyutaga hech kim 100% garantiya bera olmaydi. Lekin mana taxminim bo'yicha pastga tushadi. Lekin bu yerda bitta istisno bor. Mana qarang, bu mana bu yerda agar birdaniga tushganda edi pastga tushadi. Lekin bu hozir qarang. To'g'ri yuribdi mana, to'g'ri yuribdi. Ana shu to'g'ri yurgani yaxshi emas. Bunaqani prognoz qilib bo'lmaydi. Bu to'g'ri yuribdi, birdan tepaga chiqib ketishi ham mumkin. Yoki birdan pastga tushib ketishi ham mumkin. Shuning uchun o'zi nima deydi? 1 soat, 2 soat to'g'riga yurgan tokenlarga maslahatim yaqinlashmaslik kerak. Bilmaysiz, u yo tepaga chiqib ketadi, pastga tushib ketadi. Agar hozir mana shu yerdan hop mana chiziqlar turibdi-ku, va hozir 1 soatlikka qo'yganmiz mana. Agar mana shu har bitta chiziq degani 1 soat degani. Mana shu yerda 1 soat ko'p bo'lsa, mana ikkinchisi qizil bo'lib mana shundan tashib ketganda yoki mana uchinchisidan hech bo'lmagan tashib ketganda edi. Sal tushib boshlagan bo'lsa ham endi tashib ketsa va aniq tushishi, lekin sekin tushib boshlagan bo'lsa pastga qarab. Ana unda pastga tushishi mumkin edi. Qayergachaki, agar qaytib chiqadigan bo'lsa ham kamida mana shu yergacha. Agar tushib ketadigan bo'lsa, mana bu oyoqdan pastgacha tushish kerak edi. Demak, bunga ham yaqinlashmaymiz. Hozir aytgandek, sababi bu to'g'riga yuribdi. Buni prognoz qilib bo'lmaydi. Xo'p, boshqasini ko'ramiz. Bu obolni ko'rdim, men oboldan yaxshigina ishladim ham. Lekin oxirida yo'qotdim. Chunki adashdim. Adashganimni keyin tushundim. Lekin tushunganimda kech edi. Xo'sh, SXTni ko'ramizmi? SXT ham yaqinda chiqqan. Keling SXTni ko'raylik. SXT nima deyapti? SXT mana pastga qarab ketyapti mana. Pastga qarab ketyapti. Xo'sh. Katta tashlagan. Bu ham tashlagandan keyin birinchi tashlashdan qaytib chiqqan. Xo'p, ikkinchi marta tashlaganda yana qaytib chiqqan, uchinchi marta tushgan va qaytib chiqqan. Hozir qanday ketyapti? 15 minutga qo'yib ko'ramiz. Xo'p, bu hozir shortga moyil bo'lib turibdi. Chunki mana tepadan bunday qarasak, mana yarim oy bo'lyapti. Eslatib o'taman, biz short ochmoqchi bo'lyapmiz hozir. Hozir short ochmoqchi bo'lyapmiz. Xo'p, tushga moyil 15 minutlikda 1 minutlikda ham tushga moyil o'xshayapti. Agar ana shu yerdan pastga tushib ketadigan bo'lsa, demak bu ancha pastga tushish kerak. Xo'p, bo'pti. Mana shunga tavakkal qilamiz SXTga. Renoshni qo'yamiz. 100% ga qo'yamiz. Yana eslataman. Plechoni hech qachon 3 dan oshirmang. Pulingizni yo'qotishni xohlamasangiz, plechoni 3 dan oshirmang. Bosdik mana. Short ochildi. Qani? Endi ko'ramiz buni. Endi buni taxminiy tushish joyi. Agar tushadigan bo'lsa, hali tushadimi, yo'qmi, u ham aniq emas. Chunki mana ko'tarilish ketyapti mana. Oyoqlardan balanga chiqqan. Mana
bo'lmas, uzr, adashib ketdim. Mana bu oyoqdan bu oyoq tepaga chiqqan. Endi mana bu oyoq qanday bo'lishiga bog'liq hammasi. Bu oyoq agar mana bu oyoqdan pastga tushsa, mana unda uzoq kutishimizga to'g'ri keladi. Uzoq emas, umuman kutishimizga demoqchi edim. Demak, bizni foydamizga o'ynashi kerak. Xo'p, shu hozircha biz minusdamiz. Mana ko'rib turibsiz, 0.7. Xo'p, mana vaqtimga e'tibor bermanglar. Mani vaqtim bilasizlar, vaqtlari to'g'ri kelmaydi. Men O'zbekistonda emasman. Lekin ana shu istoriyani, nima deydi, mana shu SXTni istoriyasini ko'rishlaringiz mumkin. Men kirgan точка выходni ko'rib, kirgan точкамni ko'rib, eslab qolib va mana 1 soatlikka ochsangiz, mana shunaqa grafika, xuddi mana shu grafika kelib chiqadi. Men Bitgetda ishlayapman, eslatib qo'yay. Men ko'proq Bitgetda ishlayman. Binance ham ishlash kerak. Demoqchi bo'lgan ishlasa yaxshi. Lekin menga Bitget qulayroq, shuning uchun Bitgetda ishlayman. Qisqasi mana taxminim bo'yicha, agar hozir mana shu pastga tushadigan bo'lsa agar, bu 11 dan pastga tushib ketishi kerak. Endi qarang, mana misol to'g'ri men olgan pul kiritdim. Mana misol nima deydi, kerak emas, o'tgan nimalarni misol maqtanib, boshqa qilish, mana shuncha pul kiritganman, boshqa qilganman deyish kerak emas. Bugungi real kiritgan pulim shu. Buni kiritishdan maqsad to'g'risi men sizlarga nimadir ozroq bo'lsam taktika o'rgatish. Qanaqa taktikalar bo'ladi? Savdoni shuni ko'rsatyapman. Men to'g'risi bloger emasman. Yoki ana motivator, chalovator emasman. Men shunchaki mana shu elektrovalyuta sohasiga oldingi videolarimda ham aytganman. 2016 elektrovalyutani men ko'rgan bo'lsam, tanishgan bo'lsam, o'shanda birja ochganman, Yobit degan birjani, Xitoy birjasini. Hozir ham bor akkauntim. Keyin Exmo ochganman, Exmo. U ham bor turibdi, lekin ularda deyarli savdo qilmayman 1-2 yildan beri. 2016 bo'ladigan bo'lsa, mana shu vaqtgacha to'g'risini aytsam, ancha-muncha pul yo'qotganman bunga. Ancha-muncha oddiy joylar, mana shu kecha kunduzda o'ylab qarasam, oddiy joylarda juda ko'p pul yo'qotganman. Hozirgacha ham yo'qotyapman, to'g'risini aytsam, hozirgacha ham. Mani maqsadim nima? Mani maqsadim misol ko'rib turibman. Butun nima deydi, internetdan, ommaviy axborot vositalaridan O'zbekistonda mana Binance qonuniylashtirildi. Undan oldin O'zbekistonda o'zining birjasi bor edi. Nima demoqchiman? Baribir kimlardir ana shu sohaga qiziqadi. Odam zotda iloji yo'q, qiziqadi. Kimdir bo'lmasa kimdir qiziqadi. Mani maqsadim ana shu qiziqadigan odamlarni ubitkasini, ya'ni zararini maksimal darajada minimallashtirish. Maksimal darajada kamaytirish zararini. Qo'limdan kelganicha. O'zim misol aytganimda shu 2016 dan buyog'iga 9 yildan beri nima xatolar qilib pullar yo'qotgan bo'lsam, o'sha xatolarimni yozib kelyapman-da. Hali uni o'zini ham bir alohida video qilib chiqaraman. Bu yerda bir 20 taga yaqin punkt borda, xatolar va yo'nalishlar. Ana shularni o'zim bilgancha o'rgatmoqchiman. Qisqasi mana shuni o'rganish uchun kimlardir eshityapman $500, $1000, hattoki undan ham ko'p pul to'lashyapti-da. O'quv markazlari ochib, Binance o'rgatamiz, boshqa o'rgatamiz. Binance o'rgatilmaydi. Men nimada ko'rib qoldim-da. Qisqasi bitta reklamada ko'rib qoldim. Bir qiziqchi komediya, o'zbek komediyalari nimasida, roligida ichida reklama ketyapti.
Binance o'rgatadi. Mana shu nima Binance o'rgatadi deyapti. Binance o'rgatilmaydi. Binance bu birja. Nima u o'rgangan odam borib birjada ishlaydi, nima deydi? Birjada bir qanaqadir operatorlarga boshqa qilib ishlamaydi-ku. Binance o'rgatilmaydi. Binance ichida kriptovalyuta savdo qilish o'rgatiladi. Demak, Binance o'rgatamiz deyishni o'zi xato. Kriptovalyutada savdo qilishni o'rgatamiz desa ekan, bu to'g'ri bo'ladi. Bu o'zi gapirishdan ham bilsa bo'ladiki, bu odamlar o'z kriptovalyutani o'zini nimaligini bilmaydi hali. O'zlari to'g'ri savdo qilishni bilmaydi. Yana bitta narsani aytaman, oxirgi gapimni. Oxirgi gapim dedim, astag'firulloh. Endi nima deydi? Nuqta qo'yadigan gapim demoqchi edim-da endi bugungi gapimga. Hech qachon qarz olib yoki kredit olib birjaga, mana shu elektron valyutaga kiritmang. Eng katta xatoingiz ana shu bo'ladi. Birovdan qarz olib yoki birovdan kredit olib, biror bankdan bunda savdo qilmang. O'zi umuman qarzingiz bo'lsa ham, qarzingizni uzmaguncha bunda savdo qilmang. Bu birinchi qoida. Ikkinchi qoida, pulingizni endi har kim har xil oylik oladi, to'g'ri. 10% o'zi aslida 10%. 10% oshiqini kiritmang bir oy davomida. Bir oyda qancha pul olasiz, ana o'shani 10% dan oshiqini kiritmang. Ana shu eng ikkita muhim narsa. Ana shu ikkita muhim narsani eslab qolsangiz, ana unda hech qachon zarar qilmaysiz va pushaymon bo'lmaysiz. Tabib emas, boshidan o'tkazgan tabib deyishadi. Shunday qilib bugunlik darsimizni, darsimiz emas, nima deydi, suhbatimizni yakunlaymiz va mana SXTda pozitsiya ochdik. Men hozir shu bugungi chislo bilan, bugungi nima bilan qo'yaman videoni. Lekin men pozitsiya ochganimning orqasidan mani nima deydi, qilayotgan harakatlarimni takrorlamasliklaringizni iltimos qilaman. Chunki men ham taxminan ochaman, xolos, taxminan. Shu hozircha xayr, salomat bo'linglar.